Ta'lim biznesi qanday qilib ota-onalar bilan munosabatda muammolarga duch kelyapti. Bir-birini tushunmovchilik bu katta muammo. Ya'ni o'sha dogovor qilishdan oldin shu ta'lim institutiga nega keldi u ota-ona? Nima maqsadda keldi? Aniqlashtirib olish juda ham muhim. Eng katta muammo boshidagi chuqur suhbati bo'lmasligi. O'zi nimaga bu yoqqa keldi? Nimani o'qimoqchi? Qayerga bormoqchi? Shu narsalarni aniqlashtirmaslik keyinchalik ota-ona o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolishiga olib keladi. Xafa bo'ladi ota-ona, natija olmadim deb o'ylaydi yoki bir nima deb o'ylaydi, ketib boradi. Misol uchun o'sha narsaga pul to'ladi, nechadir oy bola bechara o'qidi, oson emas yangi atmosferaga o'rganish. Lekin bolani qiynadik, bir nima bo'ldiki, ota-ona hal qildi, yo'q meni bolam bu yerda o'qimaydi, yonimizdagiga o'qiydi yoki arzonrog'ida o'qiydi. Biznesni tushunmaydigan bir darajaga olib kelib qo'yadi. Chunki bu aytadi, nega ketib qoldi, nima sabab bo'ldi? Aloqa yo'qligi, telefonni olishmaydi, to'liq tushuntirib bera olmaydi nega ketganini. Bu katta muammo.